Volter 1694-yil 21-noyabrda Parijda tug'ilgan. U 18-asr ma'rifatparvarlik davrining eng mashhur faylasufi va yozuvchilaridan biridir. Yoshligidan adabiyot va falsafaga qiziqqan. Volter o'zining tanqidiy fikrlari, cherkov va mutloq monarxiyani keskin tanqid qilgani sababli bir necha bor qamoqqa olingan va surgunda yashagan. U Angliyada bo'lgan davrida erkinlik, parlament boshqaruvi va so'z erkinligi g'oyalari bilan tanishib, bu qarashlar uning dunyoqarashiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. 1717-yilda Volter surgunga yuborilgan. U bu davrni Angliyada o'tkazib, parlament boshqaruvi, so'z va diniy erkinlik g'oyalari bilan tanishgan. Bu qarashlar uning dunyoqarashiga katta ta'sir qilgan. Volter Parijga qaytgach, tarix, falsafa va siyosiy tanqid bilan shug'ullangan. U o'z uyida ko'plab ziyolilarni yig'ib, ilmiy va adabiy suhbatlar tashkil qilgan. Bu davrda ko'plab asarlarni yozgan va ma'rifatparvarlikning yetakchi shaxslaridan biri bo'lgan. U 1778-yilda 84 yoshida Parijda vafot etadi. Volterning qabrini katta hurmat bilan ziyorat qilganlar va u Fransiya tarixida eng mashhur faylasuf va yozuvchi sifatida eslanadi.